So'nggi yillarda viloyatda jamoat transporti tizimi bosqichma-bosqich yangilanib, aholi uchun yanada qulay va xavfsiz sharoitlar yaratilmoqda. Ertalabki shoshilinch paytda ham, kechki soatlarda ham avtobuslar belgilangan jadval asosida harakatlanib, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatmoqda. Jamoat transportidagi bu yangilanishlar kundalik hayotda katta ahamiyatga ega. Haydovchilarning xizmat madaniyati oshirilib, harakat xavfsizligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jarayonlar bilan muxbirimiz reportajida tanishasiz. Yo'lovchi tashish xizmatining sifat ko'rsatkichlari oshishida albatta transport vositalarining sifati ham birinchi o'rinda turadi. Oldinlari aynan Urganch shahrida mana shunday zamonaviy avtobuslar soni sanoqligina bo'lgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 50% zamonaviy avtobuslar bilan ta'minlangan. E'tiborli tomoni mana joriy yil yakuniga qadar yana 100% ga mana shu raqamlarga yetkazish maqsad qilingan. Bugungi kunda viloyatda jami 265 ta yo'nalishlarda 2694 ta jamoat transporti vositalari hamda 15 ga yaqin o'zini band qilgan yo'nalish taksilar faoliyat yuritib kelmoqda. Mazkur avtobuslar Urganch shahridagi 6 ta yo'nalishlarda brutto shartnomasi asosida faoliyat yuritib kelmoqda. Natijada mobil aholining jamoat transportidan foydalanish darajasi 26% dan 38% gacha yetkazildi. Jamoat transportlarining oraliq interval harakatlari 10-22 daqiqadan 5-12 daqiqagacha tushirildi. Bunda jamoat transportini moliyalashtirishning yangicha tizimi joriy etildi va oraliq qatnov intervallari avtomatlashtirilgan monitoring nazorati yo'lga qo'yildi. Shuningdek, ichki turizmni rivojlantirish doirasida Urganch-Xiva yo'nalishiga yana 10 ta zamonaviy trolleybuslar xarid qilinadi. Natijada ushbu yo'nalishdagi oraliq interval vaqti 2 barobar qisqartiriladi hamda Urganch xalqaro aeroporti, Urganch temir yo'l vokzali hamda Xiva temir yo'l vokzalini bog'lovchi yangi turistik trolleybus yo'nalishi tashkil qilinadi. Tirbandlik, ekologik zarar va boshqa yo'l transport muammolarining asosiy yechimi yaxshi jamoat transporti. Shu sababli ham bu boradagi chora-tadbirlarni vaqtida amalga oshirish va xizmat sifatini yanada yuksaltirishni davrning o'zi taqozo etmoqda. Qulaylik taraflari bularning har birisini o'zida zamonaviy kameralar bilan jihozlangan. Bundan kamera orqali nobud turganini kuzatib bilamiz. Avtobuslarimiz ko'proq nogironligi bo'lgan shaxslar uchun pandus bilan jihozlangan. Haydovchi tushadidan nogironligi bo'lgan shaxsga pandusni ochib berib xizmat ko'rsatadi. Afzallik tomonlari bepul Wi-Fi bilan jihozlangan. Davlatimiz rahbari Xorazm viloyatiga tashrifi doirasida haydovchilarni malakasini oshirish bo'yicha topshiriq bergandi. Bizlar ularni malakasini oshirdik, o'qitdik va bugungi kunda xalqimizga haydovchilarimiz sifatli xizmat ko'rsatmoqda. Yo'lovchi tashishda so'nggi 5-6 yil ichida qilingan keng qamrovli chora-tadbirlar haqida uzoq gapirish mumkin. Buni faqat yo'lovchilargina his qilib qolmasdan, balki haydovchilar ham o'z xizmat faoliyatlari davomida sezishmoqda. Zamonaviy avtobuslar olib keldilar. Zo'r qulayliklar ham bor. Noqulayliklar bo'lganda shu bizada so'z knopkalar bor. Mexaniklar har kirganimizda, chiqqanimizda nosozligini tekshirib, chiqarib, hamma narsasi jihozlangan. Zo'r. Prezidentimizga rahmat. Shunday sharoitlarni yaratib berdi. Oldinlari 2,5-3 million oylik olar edik. Hozir 10 million, 11 million oylik olamiz. Yaxshi, oylik maoshlari ham. Bir kun ishlaymiz, bir kun dam olamiz. Urganch shahrida jamoat transportida avtomatlashtirilgan elektron to'lov tizimi va diversifikatsiyalashgan tariflar amaliyotlari tatbiq etildi. Har tomonlama yaratilayotgan qulayliklar yo'lovchilarga ham manzur bo'lmoqda. Xalq uchun manfaatli vaqtida keladi. Arzon, mesela plastiklarni 2300 turimiz. Yozda yana sharoit yaxshi sovuq bo'ladi, qishda issiqqina bo'ladi. Geyishdan yurib turibdi. Haydovchilar muomalasi yaxshi. Prezidentimiz ham katta rahmat aytamiz bunday ishlarni yo'lga qo'ygani uchun. Bunda shu avtobusdan foydalanamiz. Borganimizdan, kelganimizda biz qulayliklarni nega yaxshi kartalarda to'lab tushib ketaveramiz. Yengil mashinalardan foydalangandan nima ajoyib avtobuslar. Bundan tashqari 2024-2025 yillar davomida 70 ta yangi mikroavtobuslar xarid qilinib, 100 dan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, Xiva shahrida yangidan avtostansiya tashkil qilindi. 40 ta avtobus oraliq bekatlari qurildi. Avtobuslar uchun alohida yo'laklar uzunligi 8,5 kilometrga yetkazildi. Sohadagi ijobiy o'zgarishlar joriy yilda ham davom ettirilib, 2026-yil yakuniga qadar mahalliy tadbirkorlik subyektlari tomonidan 80 ta zamonaviy avtobus hamda 50 ta mikroavtobuslar olib kelinishi ta'minlanadi.